Minin telefonum. Hikaye abdori Ayşem İsmail Tabassum. Avazda Çalıkuşi Rahila Musa ve Oğuzcan. Avtobusdan qıstilib turib, ming taslikda tushib oldim. O'ri turaverib, telib ketgan putlarim sal-pal o'zini o'ngshigandek bo'ldi. Biroq mingim vangishib og'rib turadi. Avtobus ichidagi odamning jiqlig'idan erkin nafas olishmi qiyin edi. Har holda avtobusdan tushib, sap havodan qiynib nafas olganimcha shukr qilib, planim bo'yicha dorixonani nishonlab mangdim. Kechicha yotqan ichilib ketib, shamoldab qolganmi tong, atdigandan beri zukamdab potlamni tatib juratdim. Put qo'llarim mag'dursiz. Kechlik tomoq atgidek holim yo'q. Idorning yenidilla tayyor tomoq elib olib, andan dori elish uchun ketyapman. O'ylasamla judunim tutidi. To'y qilgan, bir balaga ona bo'lgan ayol turib, yo'ldashim bo'lgan odam, holing nechik demasa, mushimu kun bo'ldimi endi? Dorixonadimi odam chiq. Xuddi butun dunyodagi kishilar talatuzga chiqib olgandek, hammaga mix-mix odam dengisi. Mushi ezilib qolgan holim bilan yana bir uzun o'chratib turib saqlashga to'g'ri keldi. Dorini xohlagancha tanlay olamiz. Kerakli dorini yoki qanday kasal bo'lib qolganligimizni desaklar, sestralar lozimlik dorini o'zi ep beradi. Yomoni pul to'laydigan ya. Dori ep pul to'laydiganlar oz emasdi. Qaraganda menga o'xshash kasalman bechoralar oz emas o'xshaydi. Nasbesib bugünkidek odam jiq kunga util kep qolganim cho'taxi. Pul oladigan sestraning oldiga kelib, endi dorini uning oldiga qo'yishimga telefon sayrab ketdi. Ekranda yo'ldashimning nomeri chiroyli jilmayib turadi. Telefonning o'lash knopkasini chekibla qulig'imga tutdim. Voy, nima mushkamga kep bo'lanmaysa? Qaysi vaqt bo'ldi hozir? Qo'saqlar ichib, tatishib ketyapsa, mening texich kelmayotganini qara. Mengvatman. Mana, men dorixonada dorini epla uyga qaytaman. Adam jiqyada telefonda ortiqcha gap qilishni loyiq ko'rmay, shularni debla telefonni qo'ydim. Biroq ichimdan bir ochiq tepishga boshladi. Meni erim bo'lgan nochi, mijozim yo'q ekanligini bilib turibmi, yana holimni bir so'rab qo'yishning o'rniga qo'saq da'vosi qilyotdi. Zada akishi degangacha saq bo'lsa yaqidu, kasal bo'lsa neri qochadi degan gap rost o'xshaydi. Ko'nglimda xattab turib, levimni tishladim. 23 yam bo'pti. Sestra qiz dorilarni so'lyav xaltaga qachilab, oldimga qo'ydi. Men qo'limdagi telefonni polkay ustiga qo'yib, portmolimni izlashga boshladim. Tova, nimancha jiq narsalar deyman bu sumkadagi. Boshqalarning bo'lgan bo'lsa, bir payda zanglik qilib bo'g'iydi maqcha. Biroq o'zimning sumkasi yana kelib hammasi kerakli buyumlarim. Dori pulini to'lab, telefon, portmol, dorilarni purlabla elib sumkamga tiqdim. Uyga berib, avu qo'saqdan boshqasini bilmaydigan kanay muakkilning to'ymas yerlarini bir qator niqtimisam bo'lmaydi. Ish qilib, bugun qo'saq ko'pigining ustiga qo'saq ko'pigi. Binoning oldiga kelishimga mavnas pasqur vitfilaq yana sayrab ketdi. Qarasam, notanishli bir nomer. Yana kelib, muqim telefonning nomeri ekan. Esankirabgina telefonni o'ladim. Nima daqib bo'lmaysiz? Misildab, tezroq bo'ling-a, tishim bekla og'rib ketyapti. Telefondan notanishli bir ayolning yig'lamsirgandek zil ovozi anglandi. Nima? Kim o'siz? Tishingiz og'risa men qanday qilib berdi ekanman? Dedim, jillikda aram turganda achchig'imni besib olmay. Voy, siz kim? Erimning telefoni sizni nima ish qiladi? Muxtar qani?
Muxtiringizni men nim bilaman. Telefonni xato uribsiz, xon. Tekshirib qayta uring. Shundaq debla telefonni qo'yib etdim. Turibla kulgim keldi. Mashina va dorixonadagi qistangchilik mijozimning yo'qligida yo'ldashimning to'ng tegishlari bir bo'lib, saprayimni o'riltib qo'ydimi tang. Telefonni xato urib sağan gunohiga yilqi ayolni optala silkib sağanligimni endi his qildim. Ayol o'tmay, yilqi telefon yana sayradi. Voy yana nima? Ay, sen zodi kim o? Erimning telefoni nemish qiladi sen bir nimada? Eringizning qaysi telefoni? Kimda? Nemish qipti? Sevimli xon, nimadaq gapni chaqlamay qildigan cho'kansiz? Bu degancha mening telefonim. 3 yildan beri men ishlatib kelyapman. Ko'zdan chataq chiqmagan bo'lsa, balxonimizni yo'g'on echib, nomerning to'g'risini bosili. Achchig'im udul menimga tepdi. Qarshi taraf tanbamaydigandek qiladi. Men gumonlangan zodi. Mana qo'limga tushding, buzuq pasandilar. Hay paskana, giponi ochiqigina, sen zodi qaysi hayvonning naslidan? Baraqla nervam o'rladi. Nima yuz xotir qilganini bilmaydigan ma'u besham xotin bu? Hey, kallisning suyi otib ketgan rasva, kimingni tillaysan a? Ering buzuqchilik qilgan bo'lsa, hisobini o'zidan olmamsan. Bir akishini o'ngshab, arqilib o'zingga qartib o'ltiramagan bo'lsang, buchi o'zingning sho'ri. Meni nimda tillayding? Xato uribsiz desam, o yana nimda vitildaydimi besham? Oy, nimani xato urdi? Buningdan to'g'risi bo'ldigan bo'lsa, men muxtarning ayoli bo'lmay qolaman. Og'zingni buzg'anga to'yib qolasan, texay nomussiz buzuqlar. Hey, nima olaqanjiqdek qavaversan ay paskina? Yaman bo'lsang, eringni tepib so'ra. Beshingni 10 tashqa ursangmi-chu, bu telefon mening. Bu eriga tetamagan lashkalva. Deydiganlarimni davilib, telefonni qo'yib etdim. İçim açıq bo'ldi. Ko'taramasang sangiltib ol degandek, erimning to'ng gaplari quloq tuyimdan ketmay turib, yana bir naschilik yuz berib o'tadi. Telefon bilan bo'lib ketib, 4-qavatdagi uyimizning oldiga chiqib bo'lganimni to'ymay qopdiman. Odul qo'shnimiz eshikni qiya ochqanicha menga hayronlik nazari bilan tikildi. U boya telefon urug'chiq degan gaplarimni anglagan bo'lsa kerak, pisti ko'zlarini qisib, chiroyidan hayronlik alomatlarini yog'dirib, unsiz qarab turadi. Men uningga salom qilgandan keyin bir kallak ochqichlar ichidan eshikning ochqichini qayirib tutib, eshikni sharaxtib echib, tezlik bilan uyga kirib ketdim. U menga salom qildimi yo'q, menga gap qildimi qilmadimi, hech nimani bilmadim. Hozirqidek chaqda uning savol so'rashiga fursat bersam bo'lmaydi. Bo'lmasa, bu ko'ngilsizliklarni so'zlay desam texi, so'zlamay desam texi tasdiq bo'ladi. Eshikdan kirishimga bizning zuvoni bola apandim kresloda maytatib o'ltirib, tamakisini chakkiltiribdi. "Ha, nima qo'ylanib qoldingiz? Mijozim yo'q degan bo'lgandan ko'ynib bo'lsa-mu, yarishig'ini qilib ahvol so'rab qo'ydigan ish bog'i deyman asli. Ajab. Yarishig'ini boshqalar qilib bo'pti-ku ana. Men bo'lmagan bilan boshqa erlar borkan. Hey, sen kimning do'ppisiga chigidi selavatsan a? Axloqliq ayol, bolamning kuyimchan opisi, ochiq yomon bo'lgan bilan menga aqida qiladi. Vafodor xotin deb yursam, endi qilmagan mushin qolganmidi? Gapingni ochiq qil. Kimlar bilan nalar so'rashib yurding? Yo'ldashimning bu zahardek gaplarni menga da'vatqanligidan gumon qildim. Shu hamon kaynimga, uy ichiga alanglab qarab chiqdim. Lekin mendan boshqa hech kim yo'q. O oldingi safga otlangan askardek jasurlik bilan oldimga keldi. Gap qila. Mushkamgacha ko'nglingni og'ritmay, voy xotin deb e'tiboringni qilib keldim. Zodini men kamsini? Qaysi ish pushti bilan ishpash tortishib yurdim? Tuzuk gap qiling a? Dedim ochiqdan bo'g'ilib. Kim bilan ishpash tortishibdi? Men ishdan tushib dorixonaga bordim. Avtobus kep bulanmay birdam hayal qoldim shu. Shuningga shuncha chechilib tillab ketgan bormi odamni? Mijozim yo'q bo'lgandan dori ag'ilib bordim. Nimasi yomon ketibdi? Obdan qitsa, dorixonada telefoningni elib qo'yib beradigan er telefonistlar borkanda, to'la meni koldirildi men dema. Bundan burun nima ishlarni qilgan bo'lsang,
Bugün hemmisinin hesabını birla alımı. Qandaq degan tayin yo'q gap bu. Erim bo'lgan odam mashinasi batırıp menga asqatmasa, mijozim yo'q deb tursam, ko'cha avtobusda xalqlar bilan qistilib yursam, ish oxir tish yo'q. Texi sarangdek jidal qildigan gapmikan? Nimangizga nima yetmay mundaq haqorat qilasiz meni? Haq bilan ish bashda adishni deydiganga nima sifatingiz bor? Yig'idan o'zimni aran tutib turatdim. Yuragim og'rib ketdi. Bütün vücudum g'azab bilan yonmoqda edi. Yo'ldashim qo'lini shiltib devayliginicha oldimga keldi. Yana qanday isbot kerakdi? Telefonini haq oldi. Bilatamsa? Seni so'rsam o'yalmaydi. Bilmaymi? Telefonni kimga o'g'an tez deydi texi? Oladiganni ep bo'lib, yig'ishtiranmaydi. Bilmagan qiyofatga kirib oldi ekan. Ey, sen zodi nomus qilishni bilamsan yo'qmi? Yo'ldashim ko'zlarimga qadalib turib, ko'rsatkich barmoqini burnimga niqtibatgidek holda chindadi. Ham eg'izlardan tikurik chachirtib turib qaynashga boshladi. Raskipanda qil. Zodi kim bilan? Eshik tirqishib echilib, boshlang'ich maktabning 4-yilligida o'qiyotgan o'g'lim kirib keldi. U oyog'ini silib, udul oldimga keldi va nimanidir demoqchi bo'lib, og'zini o'mallab, yana to'xtab qoldi. Avval balaning tamqini berib, sen bilan el hisoblashim. Yo'ldashim shundaq deginicha tamakisi bilan kuldanni ko'tarib, yotoq uyga kirib ketdi. Men gap qilmay, choy ustilidagi tamoq qachilangan solyav xaltani elib, oshxona uyga chiqdim va solyav xaltalarga usilgan poloni tamoqqa to'kdim. Choy damligicha tamoqdagi oshni mehmonxonaga olib chiqib, choy ustiliga qo'ygicha, piyolaga choy quyib, o'g'limga sungicha vujudim o't bo'lib yondi. Yuragim alamda kuydi. İçimden yig'i qista o'tadi. Biroq yig'layolmadim. Hozir yig'lasam bo'lmaydi. Qariga ketganligim aniq turib, nimishqa yig'lab o'zimni ojiz ko'rsatgandekman. O'g'limning menga tikilgan ko'zlari xopchiligimning tegiga yetib bo'lolmay ovora edi. U pat-patla menga qaraydi, ammo gap qilmaydi. O'ntinsiz holda o'g'limning tamoq yeyishiga qarab o'ltirdim. O tamog'ini yeb bo'lgandan keyin ustalni yig'ishtirib etdim. Andin uni yotoq uyga kirib orom elishga buyurib, o'z hujrimiz tarafga mangdim. Opa, telefoningizni birdan o'ynaychi. O'g'lim odatda telefon o'yinlarini o'ynashga amroq edi. Darslarni takror qilib bo'lgan vaqtlarida mening yoki dadasining telefonida birdan yerimdan o'yin o'ynaydi. Men gap qilmay, somkamdan telefonni chiqarib, o'g'limga tutqizib qo'yib, hujra uyga kirdim. Endi kirishimgala kuchlik tamaki purqi dastidan nafas ololmay qoldim. Gapingizni endi dang-a, Isatning chalasi qo'sqingizda qolmasin. Dedim yo'ldashimning o'diliga kelib karvatda o'tirib. Texi ochiqdan ochiqqa qaratlab, uy tutqingiz bo'lmasa, ochiq gapni qiling-jimi? Men sizga olimni so'ramidan deysan. So'ray deb telefon qilsam, haq elavassa. Olimni neden so'raydi? Undaq ish yo'q desang tushundir. Nemishqa seni telefonini boshqalar oladi? Yo'ldashim devaylab o'rnidan turdi. Undaq ish yo'q. Telefon izchil yenimda tursa, boshqalarning elishi mumkin emas. O'qishmay xato urib, bir qatim xato urib olarman. 3-4 qatimmi xato urib olam deman, ha? Yana kelib 12 yil o'y tutgan ayolimning nomerini. U go'ran tomirini ko'ptirib, qaynab turib, shularni dedi. Degandimi, tishlar orasidan chiqarib turib, dona qilib dedi. Sizga qasam qilib beray, telefon menda-da, yenimda tursa, boshqalarning elishi mumkin emas. Emisi, men sana tuhmat qilib etibdim-da. Sen shundoq demoqchiman? O sinchi ko'zlarini ko'zimga tikib, menga yaqin surildi. Onun bu albozidan hozirla meni uriydigandek tuyulib, surbesib ketdi. Lekin xo'rliq, ovalchilik tuyg'usi ichimni kuydirmoqda edi. Onun gapining oxiri qulig'imga kirmadi. O shundoq deginicha kelibla ko'rsatkich barmoqi bilan peshonamga noqadi.
Bu ish menga shu qadar og'ir keldiki, ichimdan to'kilib, yig'lab ketdi. Og'zimga gapmi kelmaydi. Uning yana nimalar deganligini bilmadim. Bir kamda yotoq uyning eshigi chekildi. Yo'ldashim ruxsat qilgandan keyin eshik ochilib, o'g'lim telefonimni tutqunicha kirib keldi. Men ongacha mangzini bo'ylab oqqan yoshlarimni surtib, aran ulgurdim. Balkim ulgurmagandiman. Ish qilib o'g'lim yig'laganligimni bilib qoldi. U eshikdan kirib, menga bir narsa demoqchidak og'zini o'malladi. Ammo ko'zlarimdagi yosh yuqini ko'rib, so'zlayolmay turib qoldi. Ondan keyniga burilib, asta sirtqa mangdi. Javlon, kela bolam. Bir ish bormidi? Opamning telefoni. Men o'ynaydigan o'yinlar yo'qtirdi. Ondan ilqi chaqda taqqa o'ynag'il chiqqanda tushgan rasmlarni ko'ray desam, umi yo'qtirdi. Boshqa bir muncha tonimaydigan odamlarning rasmlari bor ekan. Shuni bilamay. O'g'limning gaplarini anqira olmay, ko'zlarim necha chimchiqlab ketdi. Undaq bo'lishi mumkin bo'lsinmi? Biroq u shundoq da'vatadi. Bu qandoq bo'g'ini endi? Yaxshiroq qarab baqa. Yo'ldashim o'g'limga shundoq degach, uning qo'lidagi telefonni oldi va bir nimalarni qilib haplashgila turdi. Uning chiroyi barbara o'zgarib, hayronlik tusini oldi. Ondan menga qarab, chiroyini g'alati purishtirdi. Sen zodi kimdan telefonni ko'tarib kelding? Yana nim bo'ldi endi? O'zimning shu. Seningmikan? Obdaroq bir qarab etgina. Yo'ldashim telefonimni yenimga, karvat ustiga poqqada tashladi. Men telefonni qo'limga ilib qarashga boshladim. Oq ranglik, yup-yangi 4-avlod olma telefon. Ekranda har xil mashg'ulot sistemalari ko'rinib turadi. Men telefonning ichki sistema mashg'ulotiga o'tdim. To'satdan o'zimni bilmagan, ko'rmagan bir muncha narsalar ko'z oldimda paydo bo'lib, telefonimning ekranida aylanishga boshladi. Yot kishilarning rasmlari. Men ko'ribmi boqmagan telefon nomerlar, boshqa bir ismdagi o'ndidar. Menga notanish bo'lgan allaqanday o'yinlar. To'lasi men ilgari ko'rib boqmagan narsalar edi. Ammo mening saqlagan narslarim hozirgacha ishlatib ko'rib kelayotganlarimning birsimi yo'q. Hatto texi bayla dorixonda turib, yo'ldashimdan kelgan telefon nomerimi yo'qtiradi. Bu qandoq gap endi? Buni men sendan so'rsam bo'la? Qandoq gap bu zodi? Hayronlikdan xudimni yo'qotdim. Qandoq bo'lib nima ishliqini illa billah bilmaydim. Telefonim qandoq bo'lib tuyuqsizlar bundoq o'zgarib qoladi? Endi qandoq qilaman? Kallam qo'chilib ketdi. Shu tapdagi tanqisligimni bir o'zim bilatdim. Qancha aqtiribmi telefon ichidan o'zimning narslarini topolmadim. Yana izdisam, yana shu harang-sarang bir narsalar. Tuyuqsiz kallamga bir ish keldi. Qo'limdagi telefon bilan o'zimning nomeriga telefon urdim. Telefondan muzikali qo'ng'iroqqa texi yengil tushirgan "Men bilan o'zsang" nomli naqshining birinchi misrasi chiqib, ikkinchi misrasiga ulashqicha telefon elindi. Voy. Qarshi taraf bir kishi bo'lib, ovozini anglagan hamon so'roqqa o'tdi. Men sizdan shu so'ray deb turgan. O'zingiz kim? Mening telefonim sizda nima qiladi? Men nadim bilaman buni. Achchig'imda ovozim yo'g'on chiqib ketdi. Mening telefonimmi siznikan-ku ana, qandoq bo'p? Ko'z oldim pallada yoridi. Telefonning almashib qolganligi aniq edi. Ammo nada, qachon shundoq bo'lgandi? Dorixonada yo'ldashim bilan so'zlashganim esimda. Uningdan keyin ko'chaning u qasniqidan bu qasniqiga menib o'tdim. Mashinaga chiqqadak yoki biror magazinga kirgudakmi bo'lmadi? Birasi bilanmi ko'rishmadi?
Bu telefon so'nkamda turib, o'zicha mushundaq o'zgarib qolganmidi? Qarshi tarafdan kelayotgan ovozni xili kuchab esimga sig'dirib baqsammi, biror tonishimning yoki xizmatdashimning zuvoniga faqatla o'xshatolmadi. Baya ayolim o'g'an telefonni siz olganmi? Yo'ldashim bilan bolam butun vujudini ko'zga aylantirib, menga chekitdek qadilib turadi. Ular zada nima ahvolligini bilishga oldirsa kerak. Jiddiylashganligi mana deb bilinibla turadi. Ayolingizmi emasmi, uni men bilmayman. Ish qilib birsi telefon qildi. Telefon qildi debla og'zingizni buzdingizmi? Oy, tinchlik to'g'ajon. Men og'zimni buzgan bo'lsam, u qarab turibdimi? Umi dadi chiqishi tillab oldi-ku meni. Gap shu yerga kelganda yo'ldashim qap qilibla telefonni tatib olib so'zlashga boshladi. Yo'ldashim siliq sipoyilik bilan ilmiy gap qilyotdi. Ularning nima deyishganligini toza anqiramadim. Saldan keyin telefonni qo'yibdi. Doğruxonada telefonni ustal yoki pokeyning bir yeriga qo'yganmidi? Dedi u, ko'zlarida kulki qaynagan holda. Ha, dedim aslashga tirishib. Dori pulni to'lagancha pokeyni qo'ygan. Necha sekundla turdi bo'lmasa? Diqqat qilsang bo'lmamda. Dedi yo'ldashim kulib ketib. Sen telefonini qo'ygan pokeyda, o'mi telefonni qo'ygan ekan. Sen oldirab mengab, o'zingni telefonni qo'yib, uninkini olib olgan o'xshaysan. Shundoqmi bexastalik qilgan bormi? Ajib, sat bir ishlar bo'ldi desa. Yura, chapadonni kiygin. Mav telefonni olib bergach, sening telefoningni akilib olaylik. Boyqa er-xotinlarmi? Mushtipayla urushib qopti. Yarashtirib qo'ymasak bo'lmas. Onun gaplarini anglab, ya kulishimni, ya yig'lashimni bilmay turibli qoldi. Bayqi dorixonada telefonni olgan qo'yganimni aslab, ko'z oldimdan natjirat o'tkazdim. To'g'ri, shu chaqda tuyuqsiz menimi kulki qistadi. Boya yo'ldashiga telefon urgan ayol bilan tillashib ketganim yodimga kelib, ixtiyorsiz kulib tashladim. Voy tova, qandaq bo'la? Yeliqi ayolni baksat gap qilib tilgandim. Yuziga qandaq qarama endi. Sizlar berib keling bo'ldi men bormay. Tillang desa, obdan tillabsa, urushib, xopchilikmi sep bo'lding. Endi billa berib, ahvolni tushuntirib, yarashtirib qo'ymasak bo'lmas. Yo'ldashim ayyorlik bilan ko'zini o'ynatdi. Bizmi urushib qoldik-ku? Bizni kim yarashtirib qo'ydi? Dedim men. Yo'ldashimning ko'zining ichiga mixdek qadalib. Boya har nimlarni deb tillab ketgandilar. Endi o'ltirib, boshqadan deyishamdi qandaq? O'qishmaslikdan bo'pti. Endi menmi tushundim-ku. Biz o'zimiz yarashib olamiz. Ranjimgina xotin. Dedi u kulimsirab, muhabbatli tikilib turib. Mashina CD apparatidan yangravatgan yiqimliq muhabbat kuyiga quloq solgach, kechki shafaq nuriga chimilgan shahar yo'lida mashinalar qatoriga sig'dilib, telefonning egisi aytib bergan manzilga qarab yurib ketdi.